Tak, bugün şöyle dahlasa daş örüp başladık. Daşımız 50 santimetre balandligi. Özü aslında bunday yonbosh chekka qo'yilishi kerak bu. 30 santimetre iğne. Arasında kusuk tushishligini inobat olib turib, ikki ish bo'lmasin deb ham chiroyli chiqadi deb dikina qo'yib chiqdik uni. Pasindagilar hammasi yotiqina qo'ydik, aynan pastdagi avvalgi o'rilganlari. Yotiqina qo'ygan, buni dikina qo'yib chiqdik. Mana. Hozir rangi har xil bo'lib turibdi. Dosh nam. Izg'artatgan shu sababli. Qurg'ondan keyin ikkisi bir holatga keladi. Yana bu ikkisi quruq tosh, ikkisi bir xil. Ular hali suv.